Agar hozir men aytadigan hikmatning mag'zini chaqsangiz, umringizni oxirigacha deyarli siqilmaysiz va xotirjam yashaysiz. Hikmat quyidagicha: ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsalarni boshqarishga urinmang. Haqiqatda biz o'zimiz ixtiyorimizdan tashqari bo'lgan voqeliklarni va odamlarni o'zgartirishga qurbimiz yetmaydi. Lekin ularga nisbatan munosabatimizni o'zgartirishimiz mumkin. Agar inshaalloh o'zimizni va munosabatimizni o'zgartira olsak, unga mutanosib ravishda o'sha insonlar ham, voqeliklar ham o'zgara boshlaydi. Ko'pchilik ahli ayoli, oilasi, do'stlari, farzand bola chaqalari, ota-onasini o'zini vaqtini eng ko'p olayotgan chalg'ituvchi bir vosita deb, muammo deb ko'rar ekan. Ming afsus bo'lsinki. Agar siz shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta shunaqa bo'ladi. Chunki haqiqiy muammo bizni tashqarimizda emas, miyamizda bo'ladi. Siz ularni muammo deb emas, yelkadosh, suyanchiq, oliy maqsadingizga yetkazuvchi bir vositalar deb ko'ring. Buni bir oddiy misol bilan tushuntirsa bo'ladi. Shuna ikki qo'lim bir-biriga uradigan bo'lsam, qaysi biri og'riydi? Ikkalasi ham. Agar shuni ish qiladigan bo'lsam, qaysi biri isiydi? Ikkalasi ham. Xulosa, biz kimdandir qanday munosabat talab qilayotgan bo'lsak, aslida bizdan xuddi shunday munosabat talab qilinayotgan bo'ladi. Kimdandir mehr istayapsizmi? Mehrni siz bering. Kimdir uzr so'rashni xohlayapsizmi? Siz birinchi uzr so'rang. Aytishgan ekan, ikki kishi arazlab qolsa, kim birinchi uzr so'raydi desa, Xudodan qaysi biri ko'proq qo'rqsa, qaysi bir maqom ulug'roq bo'lsa, o'sha birinchi uzr so'raydi deyishgan ekan. Demak, birinchi qadamni o'zingiz tashlang. Rahmat.